Motum hali chala, diskalari hali bo'yalmagan. Mendan 2 kun vaqt so'raganlar. Usta hozir Rastlagorga keldim men. Bugun qizlar yig'ilmoqchimiz. Jamoamizdan bitta qizimiz joy ochganlar. O'shani tabriklashga borishimiz kerak. Faqat bugun yig'ilib maslahat qilamiz, ertaga tabriklashga boramiz. Bizning ichimizdan kimdir nimadir yutuqqa erishsa, bizni qizlarning ko'ngli tozada, juda ham xursand bo'lishadi. Xuddi o'zlari erishgandek. Xolos nima. Qarasak joy ochishga anaqasida bo'lib, bizning guruh bilan bechoran juda ajrab qoldi. Juda holatda butun astronavtlarni ko'tarmoqchimiz. Avval bizlar bilan qilinadigan ishlar bor. Hozir indeksga boramiz, keyin motogirga boramiz, keyin yana bir ishlar rasmiy ishi bilan indeksga keldik. Chiroyli bunaqa arzimagan. Qanchaga oldingiz? 1200. Ha, 1200 turadigan shlemlariga kibri sindirish uchun sen olibdilar. Xayrli bo'lsin. Necha pul tushdi? Buni? 250 $. Хорошо. Meni ham shlemim kelib qoladi. Qanaqa brend zakaz qilganman deb o'ylaysiz? Qarang, men sizga anaqa qilaman. Variant beraman. Birinchisi Alpinstar qizil yangi versiyada, ikkinchisi Aprili, uchinchisi aytmayman-da. Chunki uchinchisi o'sha edi. Da. Voy, bittada topdingiz. Вообще молодец. Ishoning, bittada topdingiz. Da. Yo, uchinchi variant Da. Shark edi. Rost ekansan, shark edi. Bittada topdilar. kelishdi. Bizda motogirga keldik. Mana shu katta anaqalar bilan, planlar bilan kelgandim. Voy, shoshib chiqqanimda boshdan kesh esimdan chiqib qoldi. Alo. Hozir telefon qilaman, kamera. Story so'rayotgandim-da. Hop, gapimni davom ettirishim kerak. Motogirga Rossiyam zo'r modobot kelgan. Вот. Hamma вообще zo'r narsalar kelgan. Motobotinkalar, Rossiya zo'r yangiliklar kelgan, faqat men bularni sizlarga ertaga obzor qilib beraman. Sizlarni hozir потому что qornimda och. Shunaqa gaplar. O'zi biz uzun qilib qaytib kelganimda och. Shunaqa gaplar. O'zi biz uzun qilib qaytib kelganimizgacha vaqt ketib qoladi. Shuning uchun ertaga zo'r cho'tki qilib obzorlar qilib beraman. Shunaqa gaplar.